ibrohim ibn Adham hazratlarini oldilariga bir munofiq kelib hazratni haqorat qila boshladi. Aytdiki, ey Ibrohim dedi, seni soqoling afzalmi yoki ana u ittudumi afzalmi dedi. Haqorat gapni gapirdida. Ulug'larni gaplari ham ulug' bo'ladi. Aytdilarki, agar meni soqolim jannatga kirsa, meni soqolim afzal. Agar meni soqolim jannatga kirmasa, meni soqolimdan o'sha ittudum afzal dedi. Chunki u it do'zaxga kirmaydi-da. U odam ketdi, uyiga borib o'ylandi. Men unga yomon gap gapirdim, menga og'ir gapirmadi. Men uni g'azabini qo'zg'amoqchi bo'ldim, g'azablanmadi. Muhammadning dini shunchalar axloq dinimi deb Hazratning huzuriga kelib, tavba qilib, iymonga kelib kechirim so'radi. Mana ulug'larning hayoti shunday bo'ladi.